Qayni ukam bilan hammomda 1 soat qolib ketdim. Assalomu alaykum. Yoshim 33 da. Ismim Aziza. Bundan 2 yil oldin erim vafot etdi. Qayni ukam bilan juda inoq yashardik. 2 ta bolam bor. Bolalarimga qayni ukam o'z bolasiday ko'rardi. Juda yaxshi bola edi. U bu joyda ishlamang desam, erimni ukasi qo'ymasdi. Siz ishlamang, o'zim ishlab sizni boqaman derdi. Erim o'lgandan keyin ham yuragim jiz qilmadim. Chunki qayni ukam erimdan ham ko'p mehr bera boshladi. Kunlardan bir kun hammomda cho'milayotgandim. Qayni ukam kirib qoldi-da, uzr yanga deb ustimizdan quflab oldi. Hamma narsalar bo'ldi. Qiynashlar, azoblar deganday. Hozirgi kungacha ham davom etib kelyapti. Erimni yo'qligini umuman bildirmaydi. Chunki erim o'rinda ham qayni ukam juda ham inoq yashab kelyapmiz. Kechalari yonimga kelib uxlaydi. Xuddi eri xotinday bo'lib ketganmiz. Bolalarim maktabga chiqdi. Qayni ukamni dada deydi, chunki o'zini bolasiday ko'radi. Qayni ukam hali o'ylanmagan, lekin o'ylanishni xohlamayman, chunki o'rganib qolganman. Agar o'ylansa, rashk qilaman. Goh payti shuni o'ylab, erta qayni ukam o'ylansa, keyin menga kim mehr beradi deb chuqur o'ylovga ketaman. Mayli, hammasi yaxshilikka bo'lsin deb ketaveraman. Hayot davom etmoqda, lekin yashashim yaxshi. Halovatimiz bor uyda. Qanona, qaynatam ham yaxshi insonlar, lekin qayni ukam bilan yurishimni bilishmaydi. Kechalari zerikib ketsa, yonimga kelib yotadi. 1-2 soat yotadi, keyin o'zini xonasiga ketadi. Men ham xursand, u ham xursand. Lekin erimdan ancha yaxshi mehr beradi menga. Issiq sovug'imdan xabar oladi, ko'nglimga qaraydi, qaniydi, haqiqiy erim bo'lib qolsa deb o'ylab qolaman.